Endi kredit to'lamasangiz ham bo'laveradi. Ijtimoiy tarmoqlarda layklar ketidan qo'yayotgan qo'shtirnoq ichidagi blogerlar va soxta huquqshunoslarning shu mazmundagi balandparvoz gaplariga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Haqiqatan ham bankdan olingan kreditni qaytarmaslikning qonuniy yo'li bormi? Shu va shu kabi xalqimizni qiynayotgan savollarga javob olish uchun bugun biz studiyamizga yurist Muzaffar Murodullayevni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Taklif uchun minnatdorman, rahmat kattakon. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda hamma o'zicha huquqshunos, hamma qonunni o'zicha talqin qiladi. Professional yurist sifatida aytingchi, haqiqatan ham jamiyatimizda huquqiy savodxonlik oshdimi yoki shunchaki hayb qiluvchilar ko'paydimi? O'zbekiston Respublikasini bosh qomusi, ya'ni Konstitutsiyamizga 2023-yilda qaytadan o'zgartirish kiritilib, yangi tahrirlar qabul qilindi. O'sha kundan boshlab, bundan buyog'iga shaxsan men o'zim amaliyotimizda ko'rib kelayotgan holatim bo'yicha aytadigan bo'lsam, fuqarolarimizda, insonlarimizda anchagina huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik anchagina yuqorilagan. Ya'ni ayrim holatlarda kuzatasiz, huquqiy bilim bor, lekin huquqiy madaniyat yo'q. Ayrim holatlar bor, huquqiy madaniyat bor, lekin huquqiy bilimi qayerdaligini bilmaydi. Lekin umumiy ma'noda aytganda, oldingi davrga qaraganda fuqarolarimiz anchagina o'zini haqlarini, o'zini huquqlarini talab qilishlikda o'rganyapti, biladi. Bu ancha agar foizga hisob qaraydigan bo'lsak, bir qancha foiz yuqorilaganmiz. Lekin shu yerda fuqarolarimiz bir narsani esdan chiqarib qo'yishadiki, mening huquqim bor dedi, lekin o'zlarining huquqi bilan birgalikda majburiyatlari borligini esdan chiqarib qo'yadi. Bizda huquq va majburiyat bir xil holatda yuradi. Ya'ni sizni huquqingiz bor, o'sha huquqingizni amalga oshirishlik bilan birgalikda majburiyatingiz ham bor. O'sha majburiyatingizni amalga oshirishlik bilan birgalikda huquqingizni ham talab qilishligingiz kerak bo'ladi. Endi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlardagi qo'shtirnoq ichidagi huquqshunoslar deymizmi, yuristlar deymizmi, xo'p, bir tomonlama qonunchiligimizni qaysidir ma'noda hamma o'zi tushungancha talqin qilib ma'lumot berishyapti, lekin buni to'g'ri tushunish kerakki, bizda har bitta aytilgan so'z sizga nisbatan qandaydir bir qaysidir ma'noda javobgarlikni yetaklab kelishi mumkin. Ya'ni qonunni noto'g'ri talqin qilganlik va qonunchilikda bu kabi ma'lumot bor ekan yoki bu kabi qoida, norma joylashtirilgan ekan deb yolg'on axborot berganlik uchun ham bizda javobgarlik belgilangan. Bu uchun agar qaysidir bir bloger deymizmi yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar hayb qilish uchun maqsaddami, qaysidir bir ma'noda qo'shnoq ichida o'zini maqsadini amalga oshirish uchun yolg'on, hayb va shunga o'xshash maqsadlarda video kontent qiladigan bo'lsa, ertaga buni unutmaslik kerakki, og'zidan chiqqan har bitta so'zda javobgarligi bor. U kimdir misol uchun qaysidir narsani men to'g'ri bilaman, o'qidim deb aytib qo'yishligi mumkin. Lekin bizda huquqda yuristlar orasida bir oltin qoidamiz bor-da. Ya'ni sening huquqlaring mening huquqlarim boshlanadigan joyda tugaydi. Biz yuristlar bu narsani bilgan holatda har bitta qadamimizni mana shu qolipga solib harakat qilamiz. Lekin ijtimoiy tarmoqda blogerlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan shaxslar bu narsaga unchalik amal qilmaydi. Ya'ni mening huquqim bor deb sizni huquqingizni buzib qo'yishadi. Buni orqasidan albatta ertaga unga nisbatan javobgarlik kelib qolishligi mumkin. O'sha sababli ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir bir ma'noda huquqiy kontent qilayotgan insonlarga ham aytib o'tgan bo'lardikki, baribir bu sohani o'zini mutaxassisiga qo'yib berishlik kerak. Hamma o'z bilgancha harakat qiladigan bo'lsa, ertaga o'zlariga nisbatan og'ir oqibatlar yuzaga kelib qolishligi mumkin. Ana shunday hayb mavzulardan biri bu kredit. Oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa videolar chiqdi. Agar 80 milliondan oshiq kreditingiz bo'lsa, uni to'lashga layoqatsiz bo'lsangiz yoki to'lay olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizni shu bankrot deb e'lon qilib, mutlaq to'lamasangiz ham bo'laveradi degan videolar chiqib qoldi va buni to'liq o'rganib chiqmasdan turib xalqimizda demak kreditimni to'lamasam ham bo'laveradi degan fikr paydo bo'lmoqda. Aslida bunga ya'ni o'sha bankrotlik e'lon qilinishi o'ziga yarasha sabablar bo'lishi kerak. Shuni ochiq, oydin, tushunarli qilib xalqimizga aytib bering. Xo'p, to'lovga qobiliyatsizlik masalasi aynan o'sha krediting bor bo'lsa, ma'lum bir miqdorga yetgandan keyin to'lamasang ham bo'lar ekan, bank ololmas ekan, hech kim indamas ekan degan ma'lumotlarning hammasi bu yolg'on ma'lumotlar. Qaysidir bir ma'noda o'sha blogerlar o'ziga obunachi yig'ish uchun yoki o'zini o'sha prosmotr deydi, ko'p ko'rishlar sonini yuqorilatish uchun, o'zini aktivini ko'tarishlik uchun ishlatilayotgan bir qo'llanma sifatida bu narsani yo'lga qo'yib olishgan. Lekin bu yerda O'zbekiston Respublikasini qonuni bor, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida. Ushbu qonunda hammasini talablari, sabablari, asoslari keltirib o'tilgan. Ya'ni
misol uchun umumiy ma'noda kreditni qarz deb oladigan bo'lsak ham, o'zbek milliy qadriyatlaridan kelib chiqqan holatda ham bizda xalqimizda qarz bu baribir beriladi. Misol uchun bir kishi agar vafot etadigan bo'lsa, uni ko'mishdan avval so'raydi. Kimdan qarzi bor edi? Kim qarzini bo'yniga oladi? To'g'rimi? Bu ham bir bizning qadriyatlarimizdan va muborak dinimiz islomdan. Va ko'pchilik shu narsani tushunish kerakki, kredit ham xuddi shunday qarz. Mabodokim agar siz ertaga kreditingizni to'lamay qo'yadigan bo'lsangiz, baribir bank sizdan o'sha kreditni sud orqali undirib oladi. Sizning nomingizda hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa, undirib olishlikda hech qanaqa imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, sizga nisbatan bir qancha huquqlaringizga cheklov qo'yiladi. Yokida misol uchun mayli men kredit oldim, to'lamayman, ertaga o'lib ketaman, bank topa olmaydi, meni ola olmaydi o'lganimdan keyin deyishlik mumkin. Lekin sizning merosxo'rlaringiz bor. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligi ushbu holatlarni hammasini chiroyli qilib, qolipga solib, ramkaga solib, norma bilan taxlab qo'yibdi. Ya'ni agar to'lovga qobiliyatsizlik bo'yicha siz murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, buni ham o'zining asoslari bo'lishi kerak, buni ham o'zining tartibi bor, o'sha talablari bor, talablarga mos kelishingiz kerak bo'ladi. Va kreditni to'lamaydigan bo'lsangiz, misol uchun siz to'lamaysiz kreditingizni, to'g'rimi? Siz nomingizda hech qanaqa mol-mulk yo'q. Lekin turmush o'rtog'ingiz bor. Turmush o'rtog'ingiz davomida qanaqadir mol-mulk bo'lishligi mumkin, nikoh davomida orttirilgan, undiruv o'sha mol-mulkka qaratiladi. Yokida siz erta vafot etadigan bo'lsangiz, merosxo'rlaringiz biror bir mol-mulk qoladigan bo'lsa, o'sha mol-mulk doirasida ular javobgar bo'laveradi kredit bo'yicha. Hozir ko'rayotgan bu videolariga fuqarolarimiz umuman ishonmasligini tavsiya qilaman va albatta bu kabi agar ma'lumotlar kerak bo'lsa, ularga O'zbekiston Respublikasini normativ huquqiy hujjatlar joylashtirilgan lex.uz degan saytimiz bor. O'sha saytga kirib, to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonun deb qidiradigan bo'lsa, qonun chiqadi. Bemalol o'sha qonun talablari bilan tanishib chiqishi mumkin. Va oddiy qilib, sodda qilib tushuntirib o'taman. To'g'ri, 80 million, 90 million so'm agar qarzdorligingiz bo'lsa, to'lamasangiz ham bo'lar ekan degan gaplar noto'g'ri, lekin qonunchilikda shunga o'xshash holat bor. Ya'ni nima deb o'tilgan? To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonunchiligimizda agar degan jismoniy shaxsi o'sha kreditorlari oldida yoki majburiyati bor bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar oldida umumiy qarzdorlik miqdorlari eng kamida bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda ular sudga o'zini to'lovga qobiliyatsiz, ya'ni bankrot deb topish bo'yicha ariza kiritib murojaat qilsa bo'ladi. Bazaviy hisoblash miqdori 200 baravari, hozirgi kunda 1 baravari 412 ming so'm, umumiy hisobda bu yoqda 84 million 200 ming so'm miqdorda agar qarzdorligingiz bo'ladigan bo'lsa, undan yuqori bo'lsa, mana shu holatda ariza kiritsangiz bo'ladi. Ya'ni u ijtimoiy tarmoqdagi 80-90 million deyotgan narsalar mana shu to'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida qonunchilikda bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan yuqori bo'lsin degan talabini shunchaki oddiyroq tilda aytilganligi. Va bu yerda shuni tushunish kerakki, 80-90 million qarzdorligingiz bo'lsa, siz to'lamaysiz ham bo'ladi ekan degan tushuncha emas, sudga murojaat qilsangiz bo'ladi. Qarzdor jismoniy shaxsda kreditorlari oldida o'zini majburiyatlarini deylik 3 oy davomida bajara olmay qolsa, 3 oy davomida umuman uni moddiy ta'minoti bo'lmasa, deylik o'sha to'lovga qobiliyatsiz bo'lib qoladigan bo'lsa, misol uchun daromadi to'xtab qolgan, qayerdadir bir ishlar edi, ish joyidan ayrilib qoldi, bo'ynida krediti bor edi, qaysidir bir bankdan deylik 200 million so'm kredit olganda, ma'lum bir miqdorni oyma-oy to'lab kelayotgan edi. Lekin qanaqadir bir sabablarga ko'ra, deylik yoki mehnat shartlarining o'zgarishiga ko'ra ish joyidan ayrilib qoldi va hozirgi kunda ishsiz. Ma'lum bir muddat o'tyapti, 1 oy, 2 oy, 3 oy, 4 oy, 5 oy kreditini to'lamayapti. To'layman desa daromadi yo'q. Mana shu holatda 3 oydan agar ochiq muddatga to'lamasa, qarzdorligining umumiy miqdori kreditorlari oldida deylik 2 ta 3 ta bankdan krediti bo'ladigan bo'lsa, o'sha umumiy miqdori, bazaviy hisoblash miqdori 200 baravardan, ya'ni deylik oddiy qilib mayli 84 million 200 ming so'mdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda bu miqdor o'zgarib turadi bazaviy hisoblash miqdorining oshishi bilan. 84 million 200 ming so'mdan yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda murojaat qilsa bo'ladi. Ya'ni ishdan ayrilib qolgan holatda yoki deylik jismoniy shaxs qaysidir bir holat bo'yicha hodisa yuzasidan misol uchun sog'ligini yo'qotib qo'ydi. Deylik yo'l transport hodisasi sababli og'ir ahvolga tushib qoldi. Mana shu holatda ham sog'ligini yo'qotganligi va hozirgi kunda mehnatga layoqatsizligi tufayli ma'lum bir muddat kreditorlari oldida o'zini majburiyatini bajara olmay qolganligi uchun borib murojaat qiladigan bo'lsa, o'zi yoki uni ishonchli vakillari sudga mana shu ham sabab qilib keltirib olsa bo'ladi. Shu va shunga o'xshash holatlarda murojaat qilishligi mumkin. Lekin o'sha to'lovga qobiliyatsizlik topilgandan keyin ham bankrotlik e'lon qilingan taqdirda ham ma'lum bir cheklovlar bor. Albatta, xuddi shunday. Misol uchun deylik fuqaro
misol uchun Muzaffar ikkita bankdan deylik 200 million so'm kredit qarzdorligi bor edi. Qanaqadir bir sabablarga ko'ra ish joyidan ayrilib qoldi. 5 oy muddat qarzdorligi qoplay olmadi va sudga murojaat qildi. Sud ishini ko'rib chiqdi va o'sha fuqaro Muzaffarni ishini yakunladi va uni to'lovga qobiliyatsiz deb e'tirof etdi. Undan keyiniga Muzaffarni ma'lum bir huquqlari cheklanadi, qaysidir ma'noda. Ya'ni qanaqa huquqlari? U yangi shartnomalar tuzishligi, yangi kreditlar olishligi kreditorlarning ruxsati bilan bo'ladi. Ular ruxsat bermasa, bu o'zicha borib kredit tuzib keta olmaydi. Buni ham miqdori belgilangan. Bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobardan yuqori bo'lgan bitimlarda, shartnomalarda tuza olmaydi, imzolamaydi. Ayrim turdagi notarial harakatlar bor. Misol uchun, uy-joy oldi-sotdi yoki avtomobil, ko'chmas mulk oldi-sotdi. Qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobardan yuqori bo'lgan mol-mulklar bo'yicha yangi bitimlar, yangi shartnomalar tuza olmaydi. Ya'ni buni tuzishlik uchun kreditorlar ruxsat berish kerak yoki ulardan ruxsat so'rash kerak bo'ladi. Mana shu kabi huquqlari ham qaysidir bir ma'noda cheklanadi. Bo'ldi, men to'lamayapman, sud qaror chiqarib berib, bo'ldi, shu bilan yopildi ish degani ham emas bu yerda. Shu o'rinda foizi yuqori bo'lgan bankdan olgan kreditingizni biz to'lab beramiz va foizni kamroq qilib bizga qaytarasiz deydigan tashkilotlarga ishonib qolayotganlar haqida. Xo'p, endi bu hozirgi kunda har xil mikromoliya tashkilotlari ochilyapti va ular tomonidan fuqarolarimizga mana shu turdagi qaysidir bir ma'noda yechim taklif qilinyapti. Endi bu kabi mikromoliya tashkilotlarini qonuniy tarzda ishlaydiganlari ham bor. Qonunchiligimizga xilof tarzda ishlaydiganlari ham bor. Agar qonunchiligimizga muvofiq tarzda ishlaydigan mikromoliya tashkilotlari bo'ladigan bo'lsa, rostdan ham sizni misol uchun qaysidir bir bankdan kredit oldingiz, kredit foizlari 45% da chiqdi. O mikromoliya tashkiloti sizga 20% da pul beraman, kreditingni yopib beraman deb taklif beryapti. Mana shu holatda siz kelishib olishligingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, siz bankdan kredit olasiz, to'g'rimi? Kredit olganingizdan so'ng qarzdor bo'lib qoladigan bo'lsangiz, sizda faqatgina yashashga uyingiz bo'ladigan bo'lsa, bitta ko'chmas mulkingiz bo'lsa, bank bu joyga teginmaydi. Buni musodara qilmaydi. Undiruvni bu uyingizga qaratmaydi. Lekin degan joyi, o'sha mikromoliya tashkiloti sizga bankdagi kreditingizni yopib beramiz deydi. Siz borasiz, ular bilan shartnoma tuzasiz, ular sizdan o'sha uy joyingizni hujjatlarini garov evaziga ular nomiga o'tkazib berish uchun oladi va ertaga ular bankdagi sizni qarzingizni yopib beradi. Agar bularga siz qarz to'lab bera olmay qoladigan bo'lsa, sizni uyingizni bular sotib yuborishi mumkin. Ehtimoli juda yuqori. Bank sizni uyingizga teginmasligi mumkin, lekin mikromoliya tashkiloti sizni uyingizni sotib yuboradi. Mana shuni ham o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Fuqarolarimiz o'sha past foizli ularga qaysidir kimlar taklif qilayotgan mikromoliya tashkilotidan kreditini yopib beramiz degan masalalarni. Ya'ni degani bank teginmaydi. Bankda oz miqdorda bo'lsa ham insofi bor ekan, lekin mikromoliya tashkiloti u sizning mulkingizni sotib yuboradi. Ertaga garovga sizni mashinangizni qo'yishingiz kerak yoki da uy joyingizni qo'yishingiz kerak. Qayerdadir bir noturar joyingiz bordir, bino inshootingiz bordir, ularni bu yoqqa garovga qo'yasiz, to'lolmay qo'yasiz, bular undiruvda o'sha narsaga qaratadi va sotib yuboradi. Hozirgi kunda 50 milliongacha mikroqarz olish 5 daqiqalik ish. Telefonni o'zida uyda o'tirib bemalol olishyapti. Lekin mana shunday kredit shartnomasida keltirilgan bir shartlar borki, buni oddiy odamlar e'tibordan chetda qoldiradi. Xo'p, o'zi umuman fuqarolarimiz kredit olayotganda kreditni aniq bir maqsadda olish kerak bo'ladi. Kredit agar bemaqsad olinadigan bo'lsa, ertaga uni oxiri qarzga ulanib ketadi. Hozir bizda eng ko'p kuzatilayotgan holat, ayniqsa mana shu yosh qatlam, 30 yoshgacha bo'lgan qatlam orasida mana shu banklardan oz miqdordagi, misol 30 million, 50 million, 80, 100 millionlik kreditlarda olinayotganligi ham sababi, qayerdadir bir qarzni yopishlik uchun qaysidir bir bankdan qarz oladi, o'rtadagi raznicani o'zini foyda ehtiyoji uchun ishlatib yuboradi va yana uni yopish uchun qaysidir bir bankdan qarz oladi. Ya'ni qarz ko'payib yuqori darajaga chiqib qolyapti. Bu yerda shuni tushunish kerakki, kredit olishlikdan avval birinchi maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Kredit nimaga olinadi? Agar o'zini moddiy ehtiyoji, yeb ichishi, iste'moli uchun bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda kredit olmaslik kerak. Kredit oldingizmi, agar siz misol uchun 40% lik kredit olyapsiz, sizga o'sha pul 50% yoki eng kamida 50-60% daromad olib kelmasa, u kreditni olmaslik kerak bo'ladi. Mayli, unda ham o'zimizning ehtiyojimiz bor, o'sha sababli olyapmiz deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda bankda o'sha mobil ilovasini ichiga kirganda ularga taklif beriladi. 5 daqiqa ichida kredit limitingizni biling va sizga 100 million so'm kredit ajratiladi. Mana shu kreditni oling deydi. Baribir tabiiy ravishda kimgadir pul kerak, ilovadan ichidan foydalanib kreditga ariza berib ko'radi.
limit chiqadi ma'lum bir miqdorda. Deylik, misol uchun 50 million so'mlik limit chiqdi. 50 million so'mlik kreditni olishlik uchun ariza topshiradi. Arizasi 1 yoki 2 daqiqa ichida qabul qilinib, u kishiga kredit beriladi va kreditni uni bank hisob raqamiga, karta raqamiga o'tkazib berishlikdan avval bank bilan fuqaroning o'rtasida shartnoma tuziladi. Ya'ni ommaviy oferta chiqadi. Bu yerda o'sha kredit olayotganingizda pastda ommaviy oferta chiqadi. Ko'pchilik baribir pul aldab qo'yadi. Tezroq pulni olay deydi, shartnomani yuqoriga o'tkazib e'tibor bermasdan imzolab yuboradi va shu bilan kredit imzolanadi. Ertaga men reklamada 25% kredit ko'rgandim, lekin menga bu yerda 49% kredit chiqibdi-ku deb yig'lab yurishadi. Bu yerda eng katta qiladigan xatomiz mana shu shartnomani o'qimaslik. Bu shartnoma sizning huquqlaringizni, sizning majburiyatlaringizni, o'sha shartnoma yuzasidan sizga kelib chiqadigan har qanday huquqiy yuridik oqibatlarni ko'rsatib o'tgan bo'ladi. Agar o'sha shartnomaga e'tibor beradigan bo'lsa, o'sha reklamadagi deylik, misol uchun odamni chaqiruvchi marketing hiylalarini hammasi shartnomada yozib qo'yilgan bo'ladi. Shartnomani o'qib chiqqan inson tabiiy ravishda, misol uchun 100 ta odam kredit uchun ariza berayotgan bo'lsa, tabiiy ravishda 50 tasi shartnomani o'qib chiqqandan so'ng kredit olishlik niyatidan qaytadi. Chunki hamma haqiqatda shartnomada yozilgan bo'ladi. Agar ertaga shartnomada qaysidir bir ma'noda yashirin joylar bo'lib, fuqarolarimiz o'qib chiqqan taqdirda ham uni tushunmaydigan bo'lsa va ularda aldov yo'li bilan shartnoma tuzilgan bo'lsa, ertaga sud tartibida o'sha shartnomaning ikkinchi tomoni, ya'ni misol uchun bank deylik, bank shartnoma yuzasidan javobgar bo'ladi. Ya'ni tuzilgan o'rtadagi shartnoma haqiqiy emas, topilishlik ehtimoli ham bor, yo'q emas. O'sha sababli fuqarolarga aytgan bo'lardiki, albatta qaysidir bir bankda mobil ilovasidanmi, mikromoliya tashkilotidanmi yoki bankda o'ziga borgan holatdami yoki oddiy bir ko'chada foizga pul beradigan insondan pul olayotgandami, unisidan qat'iy nazar oldi berdi masalasida albatta shartnomani o'qib chiqish kerak. Uy sotyapsizmi, uy olyapsizmi, mashina sotyapsizmi, mashina olyapsizmi, qanaqa holat bo'lishiga qat'iy nazar. Kimdandir siz xizmat sotib olyapsizmi? Misol uchun konsalting firmalar bor. Ulardan xizmat sotib olyapsizmi, yo'qmi? Mana shu holatda ham shartnomani o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Chunki shartnomada sizning barcha huquq majburiyatlaringiz yozilgan bo'ladi. Agar o'qimaydigan bo'lsangiz, ertaga kelgan barcha yuridik oqibatlarga o'zingiz javobgar bo'lasiz. Ya'ni oddiy qilib aytganda, o'zingiz pishirgan oshda aylanib ham o'rganib ham o'zingiz yeyaverasiz. 22-aprelda firibgarlar tomonidan nomiga onlayn kredit olingan fuqarolardan kredit o'sha olish to'xtatiladi degan qaror chiqdi. Qaror qabul qilindi va bu holatda ham qaysidir ma'noda moneliklar bo'ladi. Ya'ni o'sha shikoyat bilan, ya'ni o'sha firibgarlar tuzog'iga tushib qolib, ular tomonidan nomiga kredit olingan fuqaro ariza bilan murojaat qilgandan keyin ham bu holat ko'rib chiqilmaydi yoki ko'rib chiqilgandan keyin ham tasdiqlanmaydigan holatlar bo'lar ekan. Shular haqida ham aytib o'ting. Xo'p, endi bu holatda ko'rib chiqilmaydi emas, ko'rib chiqiladi. Albatta, bizda murojaatlar to'g'risida qonunchiligimiz bor. Bunga muvofiq qaysidir bir davlat organiga siz qaysidir bir murojaat bilan boradigan bo'lsangiz, albatta siz murojaatingiz qonun doirasida o'rganib chiqiladi, lekin yechim topilmagandan so'ng arizangiz qaytarib yuboriladi. Ya'ni yechim topilmaganligi sababli. Misol uchun sizni deylik Telegramda hozir ko'payib ketdi, APK fayl yuborish, qanaqadir bir fayl yuboradi, siz uni bilmasdan ochib qo'yasiz, ichiga kirasiz va sizda o'sha kartangizdagi, bank hisob raqamlaringizdagi hamma pullaringiz yechib ketiladi va shaxsingizga doir bo'lgan ma'lumotlar ham sizdiriladi. Shaxsingizga doir bo'lgan ma'lumotlar ochiqlangandan so'ng albatta ular osongina sizni shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanib sizning nomingizga kredit olishadi. Va ertaga siz firibgarlarning nomiga kredit olibdi deb siz tegishli organlarga murojaat qiladigan bo'lsangiz, ular qonun doirasida o'rganish ishlarini olib borishadi, lekin u firibgarlarni topishlik oson emas. Juda ham ular aqlli bo'ladi, ular bir qancha yo'llar bilan qochib ketgan bo'ladi. Ularni topishlik juda qiyin masala. Topilganlari ham bo'ladi, topilganlardan topilmaganlari juda ko'p bo'ladi. O'sha sababli bu kabi ishlar ochilmay qoladi va fuqarolarimizga yetkazilgan zararlar qoplab berilmay qoladi. Bu holatda fuqarolarimiz o'zini o'zi ehtiyot qilish kerak-da. Ya'ni qo'shningni o'g'ri tutma, o'zingni ehtiyot qil degan naqlga amal qilishlik kerak bo'ladi. Maksimal darajada o'sha hozir huquq tartibot organlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda ham o'sha firibgarlarning amaliy harakatlari yuzasidan barcha profilaktik ishlar, tushuntirishlar olib borilyapti. Mana shularga ozroq quloq solgan holatda yokida shu kabi ma'lumotlarda yoki kredit olmoqchi bo'lganda kimdandir borib mutaxassisdan bir yordam so'raydigan bo'lsa, mana shu kabi ishlar bo'lmaydi-da. Bu qisman oldin olingan bo'ladi. Yaqindagina o'zim bir hamkasbim bilan bo'lgan voqea va ular tomonidan menga Telegramda pul so'rab murojaat kelib tushdi va men ularni birinchidan lotincha emas, kirilcha yozilgan edi va sizlar murojaat qilinganda uni men shubhaga bordim va o'zlariga qo'ng'iroq qildim. Telegram zoom qilinib va
u kishiga men yozdimki, bo'ldi, menga karta yuboring dedim. Karta yuboriladi. O'sha karta raqam orqali ham o'sha firibgarni aniqlash mumkinmi? Mumkin. Karta raqam orqali bu juda ham oson. Faqat bu yerda boshqacha joylari ham bor-da, mana qarang. Misol uchun sizga men yozdim, pul tashlab bering deb. Xuddi sizga qaysidir bir firibgar sizni yaqin tanishingizni Telegram profilini o'zinikiga o'xshatib olib, sizga yozdi, menga pul kerak. Siz xo'p dedingiz, karta raqam tashlab berdingiz va yo'qoldi. Blok etib qo'ydi sizni va o'sha tanishingiz ko'rganingizda men sizga pul bergandim, pulim qaytarib ber deganingizda men sendan pul olmaganman. Va siz tabiiy ravishda tushunyapsizki, firibgarga aldanganligingizni. Mana shu holatda siz borib huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilganingizda, mana shu karta raqamga tashlab berganman deb murojaat qilganingizda, ular o'sha karta raqam orqali karta egasinigina topa oladi. U karta egasi ushbu jinoyatni sodir qildimi, qilmadimi, bunisi noma'lum. Balki karta egasi qaysidir bir tanishiga o'zining nomiga bank kartasi ochib bergan bo'lishligi mumkin. Yoki-da qanaqadir bir yaqin qarindoshiga yoki o'zaro tanishiga, qisqasi bu firibgarlar o'zining nomiga ochilgan bank kartasi bo'yicha bunaqa ishlarni amalga oshirishmaydi. Qaysidir bir fuqarolardan, ular ham o'zi asli aldangan fuqarolarda, o'sha karta egalari ham siz nomingizga karta ochiling, men sizga ma'lum bir miqdorda pul beraman. Kartangizni menga sotasiz deb olishadi va karta ochib, kartani barcha kerakli o'sha ma'lumotlarni olib, o'sha kartadan foydalanib o'zlarining firibgarlik harakatlarini amalga oshirishadi. Karta egasi ham aslida jabrlangan. Siz pul tashlab bergan ham jabrlangan. O'shanaqa. O'sha sababli ertaga topilib u, misol karta egasini chaqirtirilganda, yuzlashtirilganda u qilmagan bo'lsa, yo'q joydan u ham aybdor bo'lib qoladi. O'sha sababli bu masalalar juda nozik masalalar bo'lganligi uchun chuqurroq o'rganish talab qilinadi. Yaqin do'sti yoki qarindoshiga kafil bo'lib aldanib qolayotganlar ham ko'p. Ya'ni hamma ham o'sha kreditni to'lashga mas'uliyatli emas. Mana shu kafillik mas'uliyatidan, ya'ni kafil bo'lgan kishi qanday qilib huquqiy tomonlama ozod bo'lishi mumkin? Xo'p, agar kimdir qaysidir bir tanishiga kredit olib berishligi uchun unga kafil bo'lib bergan bo'lsa, kafillikdan faqatgina bank rozi bo'ladigan bo'lsa chiqishligi mumkin. Ya'ni kreditor tomon. Endi bu yerda faqat kreditor bank bo'lmasligi ham mumkin-da. Kreditor agar rozi bo'ladigan bo'lsa, qarz beruvchi tomon rozi bo'ladigan bo'lsa, kafillikdan chiqishi mumkin. Agar narigi tomon rozi bo'lmaydigan bo'lsa, bu yerda ham kafillikdan shunchaki chiqib ketavermaydi. Kafil agar kafillikdan chiqmoqchi bo'lsa, o'zining o'rniga boshqa kafil olib qo'yish kerak bo'ladi va o'sha boshqa kafil ham kafil bo'lib berishlikka rozi bo'lish kerak bo'ladi va kredit bergan, ya'ni qarz bergan tomon ham o'sha kafilni yangi eski kafilni o'rniga qabul qilib olishlikka rozi bo'lish kerak bo'ladi. Mana shu holatdagina, o'rniga o'rin qo'yilgandagina rozi bo'ladi. Boshqa holatlarda kafillikdan o'z xohishiga ko'ra yoki boshqacha yo'l bilan chiqib keta olmaydi. Chunki u shartnoma imzolanayotganda mana shu qarzdor tomonda kreditorning oldidagi majburiyatga ega bo'lgan shaxsni o'zining majburiyatlarini qachondir bir paytda bajara olmay qolganda men bajaraman deb o'zining imzosi bilan o'sha yerda yozib qo'yilgan shartnoma bilan tanishib chiqib, rozi bo'lib, rozilik berib imzolagan bo'ladi. Hatto bundan yechirib olingan pullarni ustidan ham agar qaytarib ola olmasa, o'sha yaqinida murojaat qila olmaydi. Agar o'sha yaqin, misol uchun qarang, qarzdor tomon kredit bo'yicha majburiyatlarni bajara olmay qoldi. Kreditor tomon esa kafildan undirib oldi. Ma'lum bir muddatda yoki ma'lum bir miqdorda undirib olgandan so'ng kafil o'sha qarzdor tomonidan sudga ustidan ariza berib, undan undirib olish imkoniyati ham bor. Ya'ni undan sud orqali undirib oladi. Agar o'zaro kelishuv bo'yicha undirib ola olmasa. So'nggi vaqtlarda aliment qarzdorligi yoki bo'lmasa o'sha kredit qarzdorligi tufayli xorijga chiqish bo'yicha ham cheklovlar bo'lyapti. Ko'pchilik buni hamma narsa tayyor bo'lgandagina chiqib ketayotgan vaqtda biladi. Oldinroq bilishi endi o'ziga yarasha yo'llari bor. O'zingiz mutaxassis sifatida shuni fuqarolarga aytib o'tsangiz. Xo'p, misol uchun krediti bor bo'lgan yoki-da aliment bo'yicha qarzdorligi bor yoki soliqlardan, majburiy yig'imlardan, deylik, umumiy ma'noda majburiyatga ega bo'lgan shaxslar agar chet elga chiqmoqchi bo'lsa, tabiiy ravishda juda ko'pchilikda uchraydi. Aeroportga borganda uning huquqi cheklangan, ya'ni chetga chiqish huquqi ma'lum bir muddatga cheklab qo'yilganligi va aeroportdan sotib olgan bilet puliga qaytib kuyib keladi. Bu holatda Majburiy ijro byurosi tomonidan ochib qo'yilgan meb.uz degan sayt bor. Mana shu saytga kirib siz pasport ma'lumotlaringizni kiritadigan bo'lsangiz, saytga sizning huquqingiz nima sababdan cheklangan, qachon cheklangan, sizga nima uchun taqiq qo'yilgan respublikadan chiqishga. Mana shu haqida barcha ma'lumotlar keladi. Bu yerda hech qanaqa bir so'm to'lovi yo'q. Tip-tekinga bemalol har bitta fuqaro kirib, juda oson tarzda tuzilgan. meb.uz degan saytga kirasiz, kirganingizdan
o'zi monitoring bo'limi turadi. O'sha yerdan xorijga chiqishga taqiq qo'yilgan yoki qo'yilmaganligini tekshirish degan joy bor. O'sha yerga kirib fuqarolarimiz pasport serial raqamlarini kiritadi yoki JSHR ma'lumotlarini yoki ijro ishi bo'ladigan bo'lsa, ijro ishi raqamlarini kiritsa, ularda huquqi nima uchun cheklangan, nima sababdan, qachon cheklov qo'yilgan, mana shu ma'lumotlar kelib chiqadi va uni bilgandan so'ng borib o'sha taqiqni bartaraf etish yo'llarini ko'rib, keyin bemalol chet elga chiqsa bo'ladi. Va bu yerda shu narsani unutmaslik kerakki, qarzdorlik yuzasidan majburiyatga ega bo'lgan va chet elga chiqish huquqi cheklangan fuqarolar chet elga chiqmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda bu yoqdagi qarz bo'yicha majburiyatlarni bartaraf qilish kerak. Agar majburiy ijro byurosida ularda ishi bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishni yopib, ishni tugatgandan keyingina ularga nisbatan qo'yilgan chet elga chiqish huquqini cheklash bo'yicha taqiq bekor qilingandan so'ng bilet olib, keyin chet elga chiqib ketsa bo'ladi. Ungacha chet elga chiqishlik uchun hech qanaqa amaliy harakatni amalga oshirmaslik kerak. Oshiradigan bo'lsa, ertaga bilet puliga kuyib qolishlik ehtimoli yuqori. Rahmat. Navbatdagi savolim. Hozirgi kunda masofadan onlayn ishlash yoki frilanser sifatida ishlash holatlari ko'p. Fuqarolarimiz xorijiy tashkilotlarga ishlashyapti va bunday vaziyatda ko'pincha o'sha ish beruvchi o'zini mas'uliyatidan, ya'ni o'sha mas'uliyatini ado etmasdan yoki o'sha oyligini bermaydigan holatlar bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatlarda agar ish beruvchi o'sha shartnoma qilinmagan bo'lsa yoki aldab ketadigan bo'lsa, xodim qonunan o'zini qanaqa himoya qilsa bo'ladi? Xo'p, agar ish beruvchi bilan xodim o'rtasida deylik shartnoma tuzilgan bo'lsa, mehnat shartnomasi tuzilgan holat bo'ladigan bo'lsa, mehnat shartnomasi yuzasidan oylik maoshlari vaqtida to'lanmaydigan bo'lsa, ushbu holatda fuqarolik sudlariga murojaat qilib, fuqarolarimiz o'zlariga yetkazilgan zararlarni, ish haqqlarini, bundan tashqari kechiktirilgan oyliklari uchun qo'shimcha tarzda ustamalar bilan kompensatsiya bilan sud orqali undirib olsa bo'ladi. Agar deylik fuqarolarimiz va ish beruvchi o'rtasida hech qanaqa shartnoma imzolanmagan bo'lsa, mehnat shartnomasi yo'q bo'ladigan bo'lsa yoki shunchaki kelishuv bo'yicha ishlab ketayotgan bo'lsa, ushbu holatda birinchi bundan buyog'iga shu harakatni amalga oshirsinki, o'sha ish beruvchi bilan gaplashayotgan holatda qaysidir bir ma'noda dalil qilishlik uchun zapis qilib qo'yish kerak yoki video qilib asos qilib olib qo'yishlik kerak bo'ladi. Yokida ish joyida ishlab qilib bergan ma'lumotlari bo'ladi. Misol uchun qaysidir bir ishni lozim darajada bajarib bergan. O'sha ishni o'sha kishi qilganligini isbotlovchi ma'lumotlar qo'lda bo'lishi kerak. Misol uchun deylik, o'sha ishini qilib yotgan joyda rasmga tushgan bo'lishi mumkin yoki videoga olgan bo'lishligi mumkin. Sen bu yerda ertaga sudga borib murojaat qilganda sudya so'raydi: "Qani sen bu yerda mehnat shartnomang yo'q ekan, ishlaganligini qanday isbotlab bera olasan?" deb so'ragan paytda mana shu rasm, videolarim bor. Mana shu insonlar meni shu yerda ishlaganligimning guvohi va biz boshida mana shu tarzda kelishganmiz deb o'sha boshidagi kelishuvlar bo'yicha sudyaga ma'lumot taqdim qiladigan bo'lsa, o'sha shartnoma bo'lmaydigan bo'lsa ham sudya ko'rib chiqib, agar yetarli asoslar bo'lib holatni isbotlab bera olsagina, unga yetkazilgan zararlarni, ish haqqlarini hammasini qo'shimcha qilib undirib oladi. Va fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri bu yerga sudga bormasdan ularga bepulga yuridik xizmat ko'rsatadigan inspeksiyamiz bor, ya'ni mehnat inspeksiyasi. O'sha mehnat inspeksiyasiga borib murojaat qiladigan bo'lsa, birinchi o'rinda ularni ishini o'zlari sudga olib chiqib berib, ularga yetkazilgan barcha zararlarni hammasini undirib olib berishadi. Bepulga. Bepulga mehnat inspeksiyasi ularning mehnat huquqlarini himoya qiladi. Fuqarolarni ko'p qiynaydigan vaziyat treyderlik orqali pulingizni ko'paytirib beraman. Menimcha sizga murojaat qilgan fuqarolar orasida ham ko'p. Keling shu bo'yicha gaplashaylik. Xo'p, treyderlik faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bu bilan ham kimdir qonuniy asosda ishlayapti, kimdir noqonuniy tarzda ishlayapti. Endi treyderlarning asosiy qiladigan faoliyati ular o'zlari ko'rsatib beradi, birjada nimadir ko'tarilishligi yoki nimadir tushishligi uchun pul tikib daromad qilishadi va siz agar ularga misol uchun investitsiya tarzida ma'lum bir miqdorda pul olib borib beradigan bo'lsangiz, ular sizni o'sha pulingizni birjada deylik misol uchun oltinni narxini ko'tarishligini oldindan taxmin qiladi va sizni pulingizni ko'tarishlikka tikadi. Agar oltin narxi ko'tariladigan bo'lsa, rostdan ham pulingiz ko'payadi. Ya'ni investitsiya qilgan pulingizga qanchadir foiz qo'shiladi. Agar oltin narxi tushib ketadigan bo'lsa-chi degan savol. Tushib ketadigan bo'lsa, sizni investitsiya qilgan pulingiz ham tushib ketadi. Va ko'pchilik shu yerda bundan oldin aldanib qoladi. Bundan oldin ham mana shu ishlar bilan shug'ullangan bir qancha soxta treyder nomi ostidagi shaxslarning hammasiga jinoiy javobgarlik belgilangan, hattoki ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo choralari ham qo'llanilgan va hozirda jazoni o'tab turibdi. Va yaqindan beri yana shu kabi ishlar avj olyapti. Bu yerda ko'pchilik aldanadigan narsasi o'sha shartnoma tuzilmaydi. O'rtada shartnoma bo'lishi kerak. U investor sifatida nimandir
pulni ko'paytirishlik uchun pul tikyaptimi? Albatta unga foyda kelishi kerak bo'ladi. Lekin bu yerda treyderlar bilan tuziladigan shartnomasida minusga kiradigan bo'lsa ham, ularning pulidan qaysidir bir ma'noda minus bo'lib, unisiga shartnoma tuziladigan bo'lsa rozi bo'ladi. Lekin shartnoma tuzmasdan uxlab qolayotganlar juda ko'p-da. Mana shu yerda eng katta xato bizning aybimiz shartnoma tuzmayotganligimiz. Trader ham to'g'ri, boyagidek noqonuniy ishlayotganiga agar tushib qoladigan bo'lsa, siz bilan shartnoma tuzmaydi. Shartnoma tuzmagandan so'ng tabiiy ravishda siz misol uchun deylik 100 million so'm, mana men pulim, mana shuni 200 million qilib ber deb berdingiz. U tayyorsiz 100 million pulingizdan foydalanadi. Siz bilan o'rtada shartnoma yo'q, siz pul berganligingizni isbotlay olmaysiz. Tasdig'ini topuvchi qo'lingizda hech qanaqa ma'lumotlar bo'lmagandan so'ng qayergadir bir borib shikoyat qiladigan bo'lsangiz, qo'lingizda holat isbotlovchi ma'lumotlar bo'lmaganligi uchun ishingiz siz xohlagandek ijobiy natija bilan yakunlanmaydi. O'sha sababli trader bo'ladimi, quruvchi firma bo'ladimi, bank bo'ladimi yoki qaysidir bir kim bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar pulni qayergadir bir birjaga investitsiya qilib kirityapsizmi, albatta o'rtada shartnoma tuzilishi kerak bo'ladi. Shartnoma tuzilmadimi, ertaga pulingiz yo'qolish xavfi 90-95% bo'ladi. Shartnoma tuzildimi, pulingiz yo'qolish foizi 5-10% bo'ladi. Bu yerda pulingiz qanaqa yo'qolishi mumkin shartnomada ham? Faqatgina kutilgan natija minusga kiradigan bo'lsa, ma'lum bir foizda kelishuv bo'yicha pulingiz yo'qoladi. Misol uchun 100 so'm pul tikkan bo'lsangiz, 100 so'm pulingizdan qaysidir bir minusga kiradigan bo'lsa 10 so'm yo'qotishingiz mumkin. Lekin plyusga chiqadigan bo'lsa xuddi shunday. Ya'ni investor bo'yicha shartnoma kiritayotganda, shartnoma tuzilayotganda foiz minusga kirish ham, plyusga chiqish ham teng qilib olinadi. Bu yerda bizning treyderlarimiz o'zini Dubaydagi soxta hayotiga hammani ishontirib, bu ijtimoiy tarmoqlardagi har xil o'zini yaxshi hayotini kechirayotgan baxtli kunlarini qo'yib, mana shuncha pul topyapman, pulingizni ko'paytirib beraman deb aldab, soxta gaplar bilan fuqarolarni ishonchiga kirib, pulni olib yana qochib ketishyapti. Bizning soddaligimizdan foyda shunday, ularni topisha olmaydi. Xo'p, odamlar orasida tanish-bilishchilik qilib, tilxat yozmasdan qarz beradigan holatlar ham ko'p uchrab turadi va bunday holatlarda sud orqali pulni qaytarish huquqiy imkoniyati bormi? Ha, albatta imkoniyati bor. O'zi qarz oldi berdisida O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligida belgilab o'tilgan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravardan yuqori bo'lgan qarzlar bo'yicha kelishuv bo'ladigan bo'lsa, hammasi notarial tartibda tasdiqlanishi kerak. Ya'ni notarius orqali borib, ikkita tomon o'zaro kelishuvni notariusga aytib, men aliman, men valiga misol uchun 10 million so'm qarz beryapman deb notariusga aytadi. Notarius ularning kelishuvini imzolab, tasdiqlab beradi. So'ng ertaga nizo kelib chiqadigan bo'lsa, sudga o'sha nizo yuzasidan tuzilgan hujjat bilan borib, o'zlariga yetkazilgan zararlarni yoki bergan qarzlarni undirib olsa bo'ladi. Endi o'rtada agar tilxat ham yo'q, kelishuv ham yo'q, video dalil ham yo'q, faqatgina ikkinchi tomon birinchi tomonni yo birinchi tomon ikkinchi tomonni lafziga ishonib qarz berdi. Ma'lum bir muddatga kelishuv qo'ydi. Deylik, misol uchun 1-yanvarda qarz bo'yicha kelishuv belgilandi, birinchi marta qarzingizni beraman dedi, 1-may kelyapti ham, lekin hali pulni qilib bergani. Mana shu holatda ikkalasining o'rtasida baribir muhokama bo'ladi, gaplashish jarayoni bo'ladi. Telegram orqalidir yoki telefon orqalidir yoki SMS yozishmalari bordir. O'shalar orqali gaplashgan Telegramdagi SMS yozishmalarini yoki SMSdagi yozishmalarni screenshot qilib, dalillashtirib, misol uchun, alaka men sizga 1-yanvarda 10 million so'm pul bergandim. O'shani qachon berasiz-da? Va alaka aytadi. Hozir sharoitim yo'qdi. 15 kundan keyin yo 20 kundan keyin beraman deydi. O'shani o'zi dalil sifatida o'tadi. O'shani screenshot qiladi, hujjatlashtiradi. Yaxshi bir yuristga murojaat qilib, o'rtada arizani shakllantirib tayyorlab, erta sudga murojaat qiladigan bo'lsa, sud albatta bu tomonni undirib beradi. Faqatgina tilxat bo'lmasa ham o'sha isbotlovchi holatlari hech bo'lmasa yaratib olish kerak sudga borishdan oldin. Ya'ni hech bo'lmasa uni bilan gaplashish kerak. Gaplashgan holatida o'sha ham beraman degan so'zlarni, gaplarni dalillashtirib olish kerak bo'ladi. Mana shu bilan ertaga boradigan bo'lsam, qisman o'zini ishi ijobiy tomonga hal bo'ladi. Tushunarli. Lekin bu yerda ham yuqoridagi gap, qarz beryapsizmi, baribir shartnoma tuzishingiz kerak. O'zi hayotimiz o'zi shartnomada, bizdan shartnomadan iborat, fuqarolik huquqidan iborat. Har bitta fuqaro misol kim bilandir pul oldi berdi qilyaptimi yoki-da uy-joy olyaptimi, qurilish tashkilotidan yangi novstroykadan dom xarid qilyaptimi yoki avtosalondan mashina chiqaryaptimi, har bittasi shartnoma bo'ladi. Oddiy misol uchun er-xotin nikoh
guvohnomasi ham asli shartnoma. Mulkiy masalalarni tuzuvchi bu yerda nikoh shartnomasi ham bor. O'zi hayotimiz o'zi shartnomada. Mana shu narsaga biznikilar juda ko'p ishonishmaydi amal ham qilishmaydi. Sun'iy intellekt orqali insonlarni qadrsizlantirish yoki o'sha rasmlardan foydalanish yoki umuman o'sha ovozni hattoki LLM Lab orqali o'zlashtirishyapti, o'zining yaqinlari tomonidan ularni ovozlarini yoki bo'lmasam o'sha video viziflar qilib ishonchli insonlar nomidan qilib pul olayotganlar bor. Shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Bu narsalarning yechimi qanaqa? Ha, bu bo'yicha ham O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligiga yaqinda qo'shimchalar, o'zgartirishlar kiritildi va mana shu sun'iy intellekt orqali shaxsiga doir bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirish, qo'shimchalar kiritish va uni qaysidir bir ma'noda deylik, uni sha'niga, qadr-qimmatiga, obro'yiga putur yetkazuvchi, kamsituvchi yokida uni o'sha ijtimoiy tarmoqda deylik, misol uchun sun'iy intellekt orqali uni qo'shimcha nusxalarini yaratib, moddiy rag'bat topish uchun o'zining ehtiyojlarini qondirishda qanaqa tarzda bo'lishligidan qat'iy nazar, qanaqa maqsadda bo'lishligidan qat'iy nazar ijtimoiy tarmoqlarda deylik o'sha sun'iy intellekt orqali shaxsdan foydalanganligi uchun javobgarlik masalasi belgilab qo'yildi. Bu ishlarni amalga oshirgan shaxslar ma'muriy javobgarlikka ham tortadi, ertaga 1 yil ichida takror sodir qiladigan bo'lsa jinoiy javobgarlikka ham tortilishligi ehtimoli bor. Xuddi shu kabi, misol uchun hozir aytdik, Telegramdagi yozishmalarni sun'iy intellekt orqali tayyorlashligi mumkin. Sudga soxta dalil qilib olib borib beradigan bo'lsa, qalbaki dalil qilib olib borib beradigan bo'lsa nima bo'ladi deyapsiz? Bu yerda albatta bizda ekspertlar bor. Sudga murojaat qilganda o'sha dalillarni o'rganib chiquvchi ekspertlar bor. Ekspertlar o'rganib chiqadi va ular xulosa qilgandan so'ng rostdan ham bu haqiqiy dalilmi yoki qalbakilashtirilganmi ko'rib chiqiladi va xulosa kelgandan so'ng sud ish yurituviga o'tkazib beriladi. Hamyurtlarimiz orasida yuristga murojaat qilish darajasi qanaqa? Ya'ni shu muammoga endi duch kelganda murojaat qiladiganlar ko'pmi yoki pichoq yoki qadalganda borishadimi? Xo'p, hozirgi kunda bizda asosiy qatlam huquqiy yordam so'rab murojaat qiladigan qatlam pichoq suyakka borib qadalganda keladi. Ayrim insonlar bor, o'zi muammo yuzaga kelib chiqyaptimi, qaysidir bir mutaxassisni izlaydi. Oddiy misol uchun, siz agar tishingiz og'riydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri stomatologga borib murojaat qilasiz, shifokorga, to'g'rimi? Qayerdir bir tana a'zoingiz sizda agar injiqlik qiladigan bo'lsa, tabiiy ravishda doktorga borib murojaat qilasiz. Bizda yuristlar ham, doktorlar ham deyarli bir xil. Yuristlar sizni qonun bilan davolaydigan bo'lsa, doktorlar sizni o'sha dori-darmon bilan davolaydi. Faqat bizning davolash yo'nalishimiz boshqacha. Doktorga qanaqa joyda murojaat qiladigan bo'lsangiz, istamangiz chiqdimi doktorga borasiz yoki tez yordam chaqirasiz. Bizga ham xuddi shunday. Istimaladimi o'zi kelishingiz kerak biz olamizga. Duch keldingizmi kelishingiz kerak. Agar muammoni o'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, ertaga sizni foydangizga masala ishlamay qoladi yoki o'zingizning huquqlaringizni o'zingiz qo'l-bola qilib buzib qo'ygan bo'lasiz. Agar inson bildi, firibgarlar tomonidan o'sha pul o'tkazish so'rovi bo'lyapti va bu narsani boshqalar bilan ham bo'lmasligi uchun, amalga oshirilmasligi uchun, ya'ni boshqa odamlardan ham so'ramasligi uchun siz o'sha bank, o'sha kartani o'sha egasi bo'lgan bankka murojaat qilib, ya'ni shu karta bilan bo'ladigan o'sha o'tkazmalarni muzlatib qo'yishning iloji bormi deganda, men bir necha bor bu narsaga rad javobini olganman. Shu narsa ham o'rganib chiqilgani yaxshi emasmi? Yo'lga qo'yilgan. Ha, bu endi ko'p narsa oldi olingan bo'ladi. Ha, oldi olingan bo'ladi. Bu masala bo'yicha ham bir qancha ishlar amalga oshiriladi. Faqat sal kechikib, rostini aytganda sal kechikib amalga oshiriladi. Chunki o'sha firibgarlar ma'lum bir miqdorda pul yig'ib olishgan bo'ladi. Mana shu holatda to'g'ridan-to'g'ri bankda o'ziga emas, agar shu kabi firibgarlar tomonidan menga mana shu karta raqam keldi, pul o'tkazib bermadim, men sezib qoldim, men borishim kerak o'zim yashash joyim bo'yicha ichki ishlar bo'limiga. Ichki ishlarga borib, menda mana shunaqa holat bo'lyapti deb ularga ma'lumot berib, mana shu bank karta raqami orqali pul so'ralyapti deb borib murojaat qiladigan bo'lsa, ichki ishlar bankka so'rab boradi, kimga tegishli ekanligini va kelgandan so'ng kartani ichidagi operatsiyalarni tekshirib chiqadi. Agar shubhali operatsiyalar rostdan ham bo'ladigan bo'lsa, deylik o'g'irlangan pullar tushgan bo'lishi mumkin, shunga o'xshash operatsiyalar mavjud bo'ladigan bo'lsa, ushbu holatda bank tomonidan o'sha karta raqami muzlatiladi va kredit chiqdi yopib qo'yiladi. Va bu yerda fuqarolarimiz bankka borib yoki operatorlar bilan gaplashib vaqtini ketkazgandan ko'ra to'g'ridan-to'g'ri ichki ishlarga murojaat qilish kerak. Masalan, ichki ishlarga borib, ariza yozib tushuntirgandan ko'ra, bankka qo'ng'iroq qilganda shu narsani hal qilishgani yaxshi emasmi? Endi bu bankning masalasi. Agar bank ham bu uchun o'zlarida profilaktik ishlarni amalga oshiradigan bo'lsa, yaxshi. Lekin
bank bu masala bo'yicha hech qanaqa bir amaliy harakatlarni amalga oshirmasa, xuddi shunday firibgarlik ishlari ham davom etib ketaveradi. Bizlar ham so'rab qolgan bo'lardik. So'rab qolgan bo'lardik, taklif qilib banklarimizga ularga shu kabi murojaatlar boradigan bo'lsa, albatta buni ichki ishlar bilan hamkorlikda o'rganib chiqib, shubhali operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha bank kartasiga ma'lum bir cheklovlarni qo'yishligini, kelajakda qaysidir bir ma'noda qaysidir firibgarlik ishlari ham to'xtatiladi va oldi olinadi, chek qo'yilgan bo'ladi. Boshqa bir fuqarolarimiz ham huquqlarini ma'lum bir miqdorda buzmasdan ushlab qolgan bo'lardik. Qonun hamma uchun barobar deymiz, lekin qonunlarni hayotda ishlash mexanizmida yuristning shaxsiy salohiyati qanchalik rol o'ynaydi? O'zi umuman oddiy misol qilib sizga tushuntirib beraman. Mana qo'lingizda telefoningiz turibdi, to'g'rimi? Telefon siz qanaqa ehtiyojingiz uchun foydalanasiz? Faqat telefonda gaplashish uchunmi yoki ish yuzasidan ham? Sizga o'sha moddiy ehtiyojingizni ham qondiradi, ishingiz davomida ham yordam beradi, qisman pul topishingizga ham mana shu telefoningiz yordam beradi, to'g'rimi? Qonunda ham telefon misolida olaylik. Men qonunni bilaman, faqat qonundan telefon qilishlik uchun foydalanib yuribman. Lekin qonunda funksiyalari juda ko'p bu yoqda. Men qonun bilan qaysidir bir ishlarni amalga oshirishligim, qaysidir bir kimdirlar tasavvur qilmagan darajada bir ishlarni qilishligim mumkin. Lekin men uni ishlatishlikni bilmayman. Bilmaganimdan keyin tabiiy ravishda o'zim xohlagan narsaga erisha olmagandan keyin, ishlata olmagandan keyin norozi bo'laman. Xuddi shunday. Yurist salohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bizda ham xuddi shu kabi. Agar yurist inson qanchalik darajada qonunlarni ishlatishlikni biladigan bo'lsa, har qanaqa holatda qonunni o'zi tomonidan aylantirib olib keladigan bo'lsa, u o'zi unga murojaat qilgan mijozini yokida o'zi ko'rib chiqayotgan muammosini yechim topishlik uchun juda katta rol o'ynab beradi. Misol uchun, deylik, qaysidir bir qonun bor, o'rtalikda turibdi. O'sha qonunda misol uchun bir ish bo'yicha da'vogar tomon bor, javobgar tomon bor. O'sha qonundan da'vogar tomon foydalanishi ham mumkin, javobgar tomon ham foydalanishi mumkin. Bu yerda endi yurist salohiyatiga bog'liq bo'ladi, yurist nutqiga bog'liq bo'ladi va yurist mana shu IQ darajasiga, fikrlashi, dunyoqarashi qanchalik kengligiga bog'liq bo'ladi. O'rtada turgan qonunni kim birinchi olib o'zi tomonga aylantiradigan bo'lsa, albatta o'sha yuristning foydasiga ishlayveradi. Agar da'vogar tomon o'sha qonunni o'zi foydasiga ishlata olsa, uni foydasiga. Agar javobgar tomonda yurist bu narsani birinchi olib foydalansa, uni foydasiga ishlayveradi. Ya'ni o'rtada turgan qonunlarda ham qanaqa darajada foydalanish u mutaxassis o'ziga bog'liq bo'ladi. Qanday holatda, qancha pul taklif qilishgan taqdirda ham bu ishni rad etasiz? Shunday vaziyat bo'lganmi? Bo'lgan. Bu endi har bitta insonda o'zini prinsiplari bo'ladi va o'zini qadriyatlari bo'ladi va mafkurasi, e'tiqodi bo'ladi. Bizda ham shu e'tiqodimizdan, mafkuramizdan va o'zimizni yashash bo'yicha oldimizga qo'ygan prinsiplarimizdan kelib chiqqan holatda ma'lum bir miqdorda to'g'ri kelmaydigan ishlar bo'ladi. Buni pul taklifini miqdori qancha bo'lishidan qat'iy nazar, baribir bu kabi ishlarda biz yordam bera olmaymiz, huquqiy yordam bera olmaymiz. Lekin misol uchun deylik, bizni prinsiplarimizga, bizni qonunlarimizga, o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga mos keladigan ishlar bo'lsa, eng kam bo'lgan miqdorda berishsa ham o'sha ishni lozim darajada bajarib beramiz. Lekin boyagidek prinsiplarimizga mos kelmaydigan ishni biz qabul qilmaymiz. Misol uchun deylik, terrorizm bilan bog'liq holatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun terakt sodir qilgan, deylik, ya'ni kimdir keldi, qaysidir bir bizlarni o'sha ma'muriy binolarimizga yokida qaysidir bir tarixiy obyektlarimizga zarar yetkazdi yokida o'sha terakt sodir qildi va shuning natijasida 100 minglab bizning fuqarolarimiz vafot etdi. Kelishligi mumkin, yordam yordam so'rab, menga huquqiy yordam beriladi. Mana shu kabi ishlar olinmaydi. Va qaysidir bir ma'noda narko jinoyatlarni sodir qilgan insonlar bor. Juda ko'p miqdorda, deylik, chegaradan olib o'tgan, kontrabanda qilgan yokida o'sha voyaga yetmaganlarni narkotik moddalar iste'mol qilishga jalb qilgan va ularga sotayotgan shaxslar bo'lishi mumkin. Mana shu kabi ishlar, mana shu kabi shaxslarning muammolari bizlar tomonimizdan qabul qilinmaydi va ularga xizmat ko'rsatilmaydi. Va misol uchun deylik, endi bu narsani ham aytib o'tib ketaverish kerak. Juda ko'p uchraydi. Hozirgi kunda fohishalik bilan shug'ullanuvchi shaxslar tomonidan yuridik yordam so'rab murojaat qilinadi. Bu ham bizning prinsiplarimizga to'g'ri kelmaydi va biz ham mana shu ishlar bilan shug'ullanadigan ayollarni, xotin-qizlarni oddiy raqobat etgan tarafini olib, ularga yordam bermaymiz, ularga xizmat ko'rsatilmaydi. Navbatdagi savolim, siz mijozlaringiz orasida blogerlar ham ko'p. Xususan ular qanaqa murojaatlar bilan chiqishadi, qanaqa yordam so'raydi? Hozirgi kunda o'zi asosiy men ishlaydigan qatlamim o'sha mashhur O'zbekistonda bir qancha ko'zga ko'ringan
ancha muncha obunachilarga, izdoshlariga ega bo'lgan shaxslar bilan ham biz yuridik xizmat, yuridik yordam ko'rsatish bo'yicha ishlab kelamiz. Lekin bizda murojaatlar to'g'risidagi qonunchilik bor. Bizda yuristlarning kasb estetikasi bor, kasb qoidalarimiz bor. Ochiqlanmaydi. Undan, o'shandan kelib chiqqan holatda bizga mijozlarimizni nima masalada kelganligi uchinchi shaxslarga bu haqida ma'lumot berilmaydi va bu kabi ishlar umuman ochiqlanmaydi, sir saqlanadi. Aylandim hamma, lekin qanaqadir masalalar bo'ladi-yu, blogerlarni qaynayapti. Endi umumiy ma'noda aytishim mumkin, qaysidir soliq bilan bog'liq masalalar yoki-da shartnomaviy muammolar bo'lishligi mumkin. Blogerlarning orasida ularning o'sha kommentariylarga qaraganda ko'pincha haqoratli so'zlar ko'p uchraydi va bundan o'sha huquqiy yordam so'rab o'zini huquqlarini himoya qila olgan mutaxassislar, ya'ni o'sha blogerlar ham bor va bu narsaga befarq qarab nima desam bo'ladi, o'zini o'sha qadrsizlantirayotganlar ham bor. Menimcha sizga ham bu bo'yicha murojaat qilganlar uchrab turadi va men aytmoqchi bo'lganim, fuqarolarga, oddiy fuqarolarga o'sha narsani oldini olish uchun aytib o'tsangiz, nima deydi, mutaxassis sifatida qancha, ya'ni bitta haqoratli kommentariya yoki bitta o'sha negativ evaziga qancha jarima yoki qancha javobgarlikka tortilishlari mumkin? Xo'p, qarang, bu o'zi juda nozik masala. Ijtimoiy tarmoqlarda siz ko'rayotgan har bitta videoyingizga, agar u sizga video yoqmaydigan bo'lsa, u kontent yoqmaydigan bo'lsa, siz u yerga kirib haqorat qilib, so'kib yozishing kerak degan oldingizga majburiyat qo'yilmaganda. Sizga yoqmagan narsa boshqaga yoqishligi mumkin, boshqaga yoqmagan narsa sizga yoqishligi mumkin. Hamma narsa sizga yoqishga majbur emasda. Kimdir misol uchun qanaqadir bir video qiladigan bo'lsa, kontent yaratadigan bo'lsa, qaysidir inson bu narsani hazilga olibmi yoki-da jiddiy olibmi yoki hissiyotga, emotsiyaga berilib o'sha postni, deylik, kontentni izohlariga o'tib haqoratomuz so'zlar yozadi. U kimdir onasidan kelishi mumkin, kimdir o'zini shaxsiyatiga so'kishi mumkin. Qanaqa so'kishligidan qat'iy nazar, baribir bu haqorat deb baholanadi. Ertaga ekspertlar tomonidan baholangandan so'ng ularga nisbatan javobgarlik beriladi. O'zi bu haqorat qilib so'kib yozadigan insonlardan ham o'zlari yaxshi biladi bu uchun javobgarlik borligini. Birinchi martasida ular shuni tushunib olish kerakki, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga muvofiq haqorat qilib izoh qoldirganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravardan 40 baravargacha jarima to'lashlari mumkin. Summasini aytib o'ting. Xo'p, hozir kunda 1 baravar 412 ming so'm. Xo'p, endi agar bu harakatlarni 1 yil ichida qayta takroran sodir qiladigan bo'lsa, javobgarlik masalasi og'irlashadi va jinoiy javobgarlikka o'tadi. Jinoiy javobgarlikka o'tgandan so'ng ularga nisbatan har xil jazo turlari bor. Jarima jazo turlari bor, ozodlikda cheklash, ozodlikdan mahrum qilish haqorat uchun yo'q, lekin misol axloq tuzatish ishlari bor, shunga o'xshash jazolar bor. Jarimalari jinoyatga o'tgandan keyin juda katta bo'lib ketadi. Ijtimoiy tarmoq orqali haqorat qilish og'irlashtiruvchi holat hisoblanadi. Misol uchun siz ko'chada kimdir agar so'kadigan bo'lsangiz, sizga misol uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravar miqdorda jarima belgilanadigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqda so'kkaningiz uchun 200 baravargacha ko'tarib yuboradi bu narsa. Hattoki haqorat qilganligi uchun bazaviy hisoblash miqdorining 600 baravargacha siz jarima to'lashingiz mumkin. Bu 200 milliondan ham oshib ketadi bu summa, juda katta summa bo'lib ketadi. Bundan tashqari haqorat qilingan shaxs, misol uchun sizni kimdir haqorat qildi ijtimoiy tarmoqda, davlatga o'sha 600 miqdorda jarimani to'lab berdi. Undan tashqari siz o'zingizga yetkazilgan ma'naviy zararni ham so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, jarima davlatga to'lanadi va o'zi alohida o'sha bloger yoki o'sha shaxs shunaqa ma'naviy zarar oladi. O'ziga ma'naviy zarar undirib olsa ham bo'ladi. Endi fuqarolar bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Eng to'g'ri yechim hissiyotga berilmasligi kerak, emotsiyaga berilmasligi kerak. Blogerlarni ichida yana bitta og'riqli mavzulardan biri, ular kontent qilishadi va uni o'sha musiqa sifatida turli taqiqlangan kishilarning ma'ruzalaridan foydalanishadi va o'zi bilmagan holda jinoiy javobgarlikka bu sabab bo'lib qolishi mumkin. Umuman nafaqat o'sha blogerlar, balki umuman ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan shaxslar uchun shuni tushunarli qilib aytib o'tsangiz oldini olish uchun, ya'ni o'sha ma'ruzalardan foydalanishda yoki bir-biriga ulashishda. Xo'p, o'zi aybsiz aybdor bo'lib qolish holatlari ko'p-da. Aybdor bo'lish holatlari juda ham ko'p. O'zi umuman ijtimoiy tarmoqlarda diniy mazmundagi videolardan, kontentlardan, ma'ruzalardan foydalanayotganda ehtiyot bo'lishlik kerak bo'ladi. Chunki nima uchun ehtiyot bo'lish kerak? O'zbek zabon, lekin taqiqlangan O'zbekistonda qanaqadir bir ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan shaxslar juda ham ko'p. Ya'ni o'zbekiston o'zbekcha gapiradi, o'zbekcha ma'ruza qiladi. O'zbekistondan tashqarida turib, ma'lum bir gaplarni gapiradi, qaysidir bir ma'noda u gaplarni eshitgan odam to'g'ri gap deb o'ylab qoladi.
Rostdan ham o'zi qisman shunaqa bo'ladi. Qanaqa deganingizni, misol uchun u sizga 10 ta gap gapiradi. 10 ta gapning orasida 100 ta so'z bo'lishi mumkin. 99 ta so'zi to'g'ri, bittasi noto'g'ri so'z bo'ladi. O'sha bitta so'z bilan sizga ilmoq tashab qo'yib tortib ketib qoladi. Uni birinchi ko'rgan inson, "Voy, bu to'g'ri gapiryapti ekan, yaxshi gapiryapti ekan" deb o'ylab yaqinlarigadir, tanishlarigadir, o'rtoqlariga, dugonalariga yuborib qo'yadi. Va yuborgandan so'ng u taqiqlangan ma'ruza bo'lishi mumkin yoki taqiqlangan diniy material bo'lishligi mumkin. Uni materialni tarkibida har xil yot g'oyalar bo'lishi mumkin, ekstremistik deylik va shunga o'xshash qo'poruvchilik g'oyalari bo'lishligi mumkin. Uni qanaqa g'oya borligini endi mutaxassislarimiz bor, ekspertlar bor, buni o'rganib chiqadigan. Ular o'rganib chiqib, xulosa berishadi va o'sha bergan xulosasiga ko'ra keyin javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Ya'ni ular fuqarolarimiz bilmaydi, uni tarkibida nima bor, nima yo'q. O'sha sababli yaqinlariga yuborganda o'sha taqiqlangan materiallarni yoki diniy material bo'lishi mumkin, bu hattoki pornografik material bo'lishi mumkin. Va shu narsani to'g'ri tushunish kerakki, diniy degani bu faqat islomiy degani emas. Din ko'p. Bu boshqa din vakillari ham taqiqlangan material qilishadi. Misol uchun buddavizmga sig'inadigan nasoralar ham, xristianlar ham, musulmonlar orasida ham bu narsa bor. Diniy deganda faqat islom nazarda tutilgani yo'q bu yerda. O'sha barcha din bo'ladigan bo'lsa, o'sha dinlar orasidagi taqiqlangan materiallar bo'ladigan bo'lsa, yot g'oyalar, o'sha insonlarni qaysidir bir terroristik harakatlarga undovchi g'oyalar bor bo'lgan har qanaqa material uchun javobgar bo'ladi. Yubordingizmi siz, bu tarqatuv sirasiga kiradi-da. Ijtimoiy tarmoqlarda algoritmi shunaqa tuzilganligi uchun like bosish ham, siz agar bitta materialga like bosadigan bo'lsangiz, algoritm sezadi, bu kontent, bu video ko'pchilikka yoqyapti. Buni ko'proq odamlar ko'rish kerak ekan deb ko'rsatadi va tarqalishiga sababchi bo'lib qoladi. O'sha sababli ertaga keyin javobgarlik masalasi belgilanib qoladi. Iloji boricha bu kabi ma'lumotlardan foydalanmaslik kerak va kimdirlarga yubormaslik kerak. Mana shu yubormasligini, tashlamasligini va o'zlarini o'sha telefonlarda umuman saqlamasliklarini tavsiya qilib qo'ygan bo'lardik. Mana endi bir necha yil avval like bosganlari hozirda kelib chiqayotganlar borda. Bularga nisbatan qandaydir bir yengillik beriladimi? Ha, agar bizada o'zini agar ertaga fuqaro qaysidir bir jinoyati uchun deylik, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar jinoyati uchun unga nisbatan sud hukm o'qiyotganda agar rostdan ham aybidan pushaymon bo'ladigan bo'lsa, davlat jamiyat oldida uzr so'raydigan bo'lsa, chin ko'ngildan pushaymonlik bildiradigan bo'lsa, bizda insonparvarlik prinsiplari bor. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaga muvofiq ijtimoiy davlat degani bu fuqarolarni maksimal darajada o'sha iqtisodiy tomonlama farovonlikka chiqishligi, fuqarolarning yaxshi yashashligi uchun lozim bo'ladigan barcha shart-sharoitlarni yaratib beradi va huquqiy davlatmiz. Fuqarolarimizni lozim darajada huquqlarini maksimal darajada himoya qilamiz, ularga yordam beramiz. O'shandan kelib chiqqan holatda agar ertaga sud hukm o'qiyotgan bo'lsa, qaysi jinoyat qilishidan qat'iy nazar pushaymon bo'ladigan bo'lsa, chin ko'ngildan pushaymonlik bildiradigan bo'lsa, sudya tomonidan ularga nisbatan qaysidir bir ma'noda yengillik qilib beriladi baribir. Agar sudya tomonidan o'sha paytda o'zida yengillik qilib bermaydigan bo'lsa, jazoni ijro etish muassasasiga ketgandan so'ng mahkum bo'ladi. Mahkum bo'lgandan so'ng jazoni ijro etish muassasasining belgilangan tartib qoidalari bor. U yoqdagi o'zining odab axloq normalari bor. O'sha normalarga muvofiq yashab, u yoqda tartibiga, intizomiga kirishib, o'sha yerda chiroyli yashab keladigan bo'lsa, ma'lum bir muddat o'tgandan so'ng, misol uchun 3 yilga qamalgan bo'lsa, 1 yil o'tirgandan keyin shartli ravishda murojaat qilib, ariza yozib, af yoki amnistiya olish yoki shartli ravishda ozodlikka chiqarishligi mumkin. Tanlagan kasbingizdan pushaymon bo'lgan vaqtlaringiz yo'q, hech qachon tanlagan kasbimdan hozircha pushaymon bo'lganim yo'q va pushaymon bo'lmayman, chunki kasbimni yaxshi ko'raman, kasbimni sevaman. Mana ma'ruza yoki bo'lmasam shunaqa narsalar uchun agar u yaxshi ma'noda gapirilgan taqdirda ham o'sha insonga zapret qo'yilgan qaysidir bir gaplar uchun u uchun unga like bosganligi uchun yoki o'sha narsani ko'rganligi, tarqatganligi uchun javobgarlik bo'lyapti. Lekin insonlarning nima deydi, mafkurasiga, ongiga ta'sir qilyapti degan ma'noda. Lekin shunaqa shaxslar bor, bloger, endi aktrisa deb bo'lmaydi, shunaqangi ashulalar chiqarishadi, inson haqiqatda mafkurasiga yomon ta'sir qiladi, lekin ularga nisbatan zapret yo'q.
Ha, endi bu yerda ularni o'sha chiqarayotgan ma'lumotlari, deylik, o'sha chiqarayotgan qo'shiqlardir yoki videolardir, bularning hammasi ekspertlar tomonidan o'rganiladi va bu o'rganish jarayonlari ma'lum bir katta protsess, muddatni tashkil qiladi. Bir kunda, 3 kunda, 10 kunda ichida hal bo'lib qoladigan masala emas. Mana kommentariyada yozadi-da, oddiy xalq nega madaniyat vazirligi qayoqqa qarayapti? Mayli madaniyat vaziri unga qaramayotgan bo'lsa, mana yurist insonlar yoki bo'lmasa o'zini shu soha vakillari bu narsaga odamlarning ongini zaharlayapti yoki bo'lmasa yoqmayapti deb taqiq qo'ysa bo'lmaydimi? Ha, endi bunga nisbatan bu kishining ustidan faqat yurist emas, boshqa bir insonlar ham, jamoat faollari bo'lgan shaxslar ham tegishli tartibda huquq-tartibot organlariga murojaat qilishligi, shikoyat qilishligi, ustidan ariza bilan borib yozib berishliklari mumkin. Tegishli tartibda ish o'rganib chiqiladi, ekspertlar tomonidan rostdan ham agar o'sha o'zbek xalqini milliy qadriyatlariga, an'analariga, madaniyatiga, ma'rifatga to'g'ri kelmaydigan harakatlar sodir qilingan bo'lsa, tegishli tartibda qonuniy javobgarlik masalasi ham ko'rib chiqiladi. Baribir bizda oxirgi so'zni, oxirgi xulosani, hukmni sud chiqarib beradi. Ustidan yozilgandagina. Ha, ustidan yozilgandagina, shikoyat qilingandagina ish qo'zg'atiladi. Shikoyat qilmasa, hech kim o'z boshimchalik bilan ish qo'zg'atilmaydi. Oddiy fuqaro, aytaman, oddiy fuqaro bo'lsa ham, jamoat faoli bo'lsa ham, bloger bo'lsa ham, o'zi ko'rib turgan bo'lsa ham haqqi yo'q deydi. Qo'lida dalili bo'lsa, murojaat qilishlik huquqi bor. Yo, aytmoqchi bo'lganim, mayli oddiy xalq buni balki shikoyat qilib yozmas, lekin o'sha inson boshqalar ham ko'radi-ku, soha vakillari ham ko'radi, masalan, sizlar ko'rasizlar. Shu narsaga chora ko'rish haqida o'ylab ko'rmaysizmi? Ha, endi bu narsaga vakolatga ega bo'lgan organlar bor, chora ko'rishlik, huquqiy ta'sir o'tkazishlik, kuch ishlatari tizimlar bor. O'sha tizimlar tomonidan tegishli o'rganishlar amalga oshiriladi va o'rganishlarning yakuniga ko'ra yoki javobgarlik belgilanadi yoki javobgarlik belgilanmaydi. Birinchi o'rinda fuqarolarimiz shuni yodda tutish kerakki, ularga yurist tomonidan beriladigan birinchi maslahat o'zlarining huquqlarini o'zlariga kerakli doirada o'rganishsin. Bunda men ularga tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda har bitta fuqaromiz o'qib o'rganish kerak bo'lgan konstitutsiyamizni o'qib chiqish kerak bo'ladi va kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan muammolar, vaziyatlar, murojaatlar, munosabatlar yuzasidan fuqarolik kodeksi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni o'rganish kerak va uchinchisi o'zlari qaysi soha vakillari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun o'qituvchi, pedagog bo'ladigan bo'lsa, pedagoglarning huquqiy maqomi to'g'risida qonunchilik bor. Agar jurnalist bo'ladigan bo'lsa, jurnalistlarga tegishli qonunchilik bor. Doktor bo'ladigan bo'lsa, doktorlarga tegishli qonunchilik bor. Mana shuni o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Va ikkinchi qiladigan va ularga beradigan tavsiyam, albatta juda ko'pchiligimiz mana shu yerda eng katta xatoga yo'l qo'yamiz. Har qanaqa munosabatga kirishayotganda, uy-joy olishda, avtomobil olishda, ko'char, ko'chmas mulkda yoki qanaqa bir munosabatga kirishimizdan qat'iy nazar pul bilan, oldi-berdi bilan bog'liq masalalarni har birida shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Shartnoma tuzmasdan ishlamaslik kerak va shartnomani o'qish kerak bo'ladi. Shartnoma albatta o'qib chiqilishi kerak. O'qimasa ertaga o'zini huquqini qo'pol qilib aytganda o'zini qo'li bilan buzib qo'ygan bo'ladi fuqarolarimiz. Va uchinchi ularga beradigan tavsiyam, mana shu narsani unutmaslik kerakki, huquqdagi oltin qoida. Sening huquqlaring o'zganing huquqlari boshlanadigan joyda tugaydi. Huquqini talab qilsin, huquqini so'rab olsin, faqat o'zini majburiyati borligini unutmasin. Ya'ni huquq bilan majburiyati bir xilda olib yurishsin. Kattakon rahmat, qimmatli tavsiyalar uchun, alohida vaqt ajratib kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat taklif uchun. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat kattalar.